Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz vatandoshlar. Abu Saxiy avtovokzalidan Primoy, Krasnodar, Volgograd, Saratov, Rostov-na-Donu, Volgogradga ketayotgan avtobuslarimiz yetib keldi mana. Kimda kim shunday ishonchli avtobuslarda ketmoqchi va kelmoqchi bo'lsa, ekrandagi ishonchli nomerlarga telefon qilib, bemalol batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Manzil o'sha Abu Saxiy avtovokzali, yangi masjid mana. Avtobuslarimiz ko'p. Haftada 2 kun, seshanba, juma kuni Abu Saxiy avtovokzalidan kechga 17:00 yuradi o'rtoqlar. Birozdan so'ng ichki sharoitlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu tashqi holati mana. Kassalarimiz mana 8-9 kassalar, avtobus kassasi deb yozib qo'ygan. Kimda kim ketmoqchi va kelmoqchi bo'lsa, ekrandagi nomerlarga telefon qilib bemalol joy bron qilishlari mumkin. Bir kun oldin telefon qilib, joy bron qilib, pasportlarda chegaradan o'ta olmaydiganlar, qarzdorlari bor, zaplet depotlari bo'lsa, pasportlarni bir kun oldin tashlasanglar, tekshirib berish xizmati ham bor bizda. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.